Ana o zodi kim? Sening dunyoga kelishing uchun 9 oy qiynalgan, jafo chekkan bir ijodkor. 2 yil o'z oshqozonidagi rizqini sana beg'ishlagan bir vafodor. 20 yil kirqitingni yuvib, sana chiroyli kiyindirgan xizmatkor. 20 yil lazzatli tomoqlarni etib, seni g'izolantirgan oshpaz. 100 minglab, millionlab mol-mulkini buzib chashgan sen 10 yanga gul elib oldiga sunsang, ko'ziga yosh ag'an Majnun saxiy. Og'rib qolgan chog'laringda kech-kechalab beshingda o'ltirib yosh to'kkan hamshira. Sendan hech narsa umid qilmaydigan, faqat sening borlig'ingni baxt deb biladigan yagona bir inson. Yemay yegizgan, kiymay kiygizgan, har qanday yaxshilik birinchi bo'lib bolamga bo'lsin degan fidoi. Birli eg'i so'z bilan aytganda, yer sharidagi farishta. Dunyodagi barliq onlarimizninki teni salomat bo'lsin. Dunyodan o'tganlarning bo'lsa, hozirgi makoni go'zal bo'lsin. Onalar bayramiga muborak bo'lsin.